Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoqdagi obunachilarimiz. Bugun sizlar bilan ADNS dasturida ishlashda ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi ADNS programmasi. Siz bilan biz hozir o'rganadigan programmamiz bu demo varianti. Demo variantidan sizlar bilan ko'rsatamiz. Ya'ni ADNS programmasiga kiramiz va zapust tugmasini yozamiz. Bugungi sizlar bilan biz ADNS dasturida va ADNS programmasiga yozamiz. ADNS dasturida korxona tashkilotlarini ro'yxatga olishni ko'rib chiqamiz. ADNS dasturida pользователь или parol bo'ladi. Ya'ni siz original sertifikatlangan ADNS dasturini sotib olganingizdan keyin sizga login parol, ya'ni pользователь parol beriladi. Va shu orqali siz kirasiz. Bu bizda hozirgi demo variant bo'lgani uchun biz OK qilib ketaveramiz. Va mana bu ko'rinish ADNS programmasi hisoblanadi. ADNS programmasining ma'no, mazmun, mohiyati bu hisobotlar 1 sekundda chiqadi degan ma'noni bildiradi. Ana endi ADNS ko'rinishi shunday holatda bo'ladi. Endi biz korxona tashkilotimizni ro'yxatdan o'tkazib olamiz. Buning uchun biz aziz obunachilarim daftar ruchka olib yozib olsangiz ham yaxshi bo'ladi. Chunki esda qoladi ko'p narsa. Mana bu ko'rinishdagi funksiyalardan biz предприятиеga kiramiz. Предприятие organizatsiya degan funksiyaga kiramiz. Demak, biz korxona tashkilotini tashkil qilyapmiz. Ya'ni ro'yxatdan o'tkazyapmiz. Va shunday oyna kirib chiqadi va biz добавить tugmasi bilan kiramiz. Organizatsiyaga kirganimizdan keyin добавить tugmasi, ya'ni ro'yxatdan o'tkazamiz. Ro'yxatdan o'tkazganimizda biz mana bu yerga korxona tashkilotimizni demak nomini kiritamiz. Misol uchun rivoj buxgalteriya kursi. Demak, rivoj kompaniyasini ochaylik. Misol uchun rivoj MCC. Korotkий namunavaga demak biz korxona tashkilotimizni nomini yozib olamiz. Bu yerga сокращение namunalariga, ya'ni bu yerga qisqartirilgan korxona tashkilotingizni qisqartirilgan nomi bo'lsa shuni yozishingiz mumkin. Demak, bu yerga rivoj deb qo'yib olamiz. Полное namunali bu yerga korxona tashkilotimiz to'liq nomi yoziladi. Юридический всего и лицевой. Siz bilan biz yuridik shaxs bo'lgani uchun mana bu yerga yuridik shaxs tanlab qo'yamiz. INNga korxona tashkilotimizni, ya'ni INNsini kiritamiz. INN OpenH OK. Ya'ni qaysi turda mahsulotdan foydalanishligi, ya'ni davlat xizmatlaridan beriladigan qaysi turdagi xizmat ko'rsatuvchi bilan shug'ullanasizmi yoki tovar sotib olish bilan shug'ullanasizmi, kod, maxsus kod beradi, shuni kiritamiz. Bu yerga INNni kiritamiz. Korxona tashkilotimizda 303-367-213. Bu ro'yxatga ADNS dasturiga korxona tashkilotimizni ro'yxatga olishda bizga kerak bo'ladi davlat xizmatlaridan, ya'ni davlat xizmatlaridan ro'yxatga o'tkazilgan nizom, ya'ni korxona tashkiloti nizomi va sertifikat guvohnomasi bo'lishligi shart. INNsini kiritamiz va bu yerda dalil tugmasini yozamiz. Dalil tugmasini yozganimizdan keyin bankovskiy счет organizatsiya chiqadi va keyingi listga o'tadi. Keyingi listda bizga kerak bo'ladi nomer счета, ya'ni korxona tashkilotimizning hisob raqami. Hisob raqamini kiritamiz. Ya'ni korxona tashkilotlarining hisob raqami 20 xonalik bo'ladi. 20 xonalik hisob raqamini kiritamiz. 20 28 misol uchun 0 900 477 958 001. Mana bu bizni misol uchun firmamizni hisob raqami. Bu yerga bank, которым открыт расчет. Bankda hisob raqamingiz, info yoziladi. Qaysi bank mijozi ekanligingiz yoziladi. Deylik, misol uchun 083, ya'ni Hamkor bankning infosini yozamiz. Yozganimizdan keyin o'zidan-o'zi mana bu yerga bank qayerda joylashganligi, qaysi filialiga to'g'ri kelib chiqadi. Mana bu yerga shuni yozamiz. Demak,
0083 yozganimizdan keyin biz keyingi listga o'tamiz. Keyingi listga o'tganimizda kontakt informatsiya, ya'ni korxona tashkilotimizni adresi, ya'ni yuridik adreslarini kiritamiz. Va yuridik adresini kiritganimizda mana bu yerda 3 ta nuqta bor. 3 ta nuqta bilan ezib mana bu yerga kiritib borasiz. To'ldirib borasiz. Indeksiya raqami, ya'ni adres indeksiya raqami bo'ladi. Mana yerga joylashgan rayoningiz, tumaningiz kiritib borasiz. Buni qo'lda yozsangiz ham bo'laveradi. Misol uchun Toshkent shaharda joylashgan. ikki marta yozib olasiz. Uchrejитель adres, ya'ni bu ta'sischilarning adresi. Bu yerga ham adresni to'liq yozasiz. Hozir siz bilan biz to'liq adresni yozmayapmiz. Siz bu yerga to'liq adresni yozishingiz kerak bo'ladi. Pochtaviy adres organizatsiya, ya'ni adresingizni, pochtaviy adresingizni yozasiz bu yerga. Toshkent shahar Yangi hayot tumani, hayot tumani 8-uy. Faktiskiy adres deyapti, ya'ni aniq adresingizni shuni ko'chirib qo'ysangiz bo'laveradi. Bu yerga korxona tashkilotlarini elektronik adreslari kiritib boriladi. Telefon raqamlari, faks organizatsiya, ya'ni faks orqali adresingiz, buni ham kiritib qo'yasiz. Telefon adreslaringiz 99lik 838 25 31. Mana bu yerga siz bilan bog'lanadigan doimiy ishlaydigan nomerlaringiz 77 277 25 31. Elektronniy adresingiz. Agar elektronniy adresingiz bo'lsa, buni ham yozib qo'yishingiz maqsadga muvofiq. Demak, Zot Mamman Yunusov gmail.com. Другие informatsiya, ya'ni yana qo'shimcha adreslaringiz bo'lsa, shuni ham kiritib qo'yishingiz kerak. Mana bu yerga kontakt informatsiyaga tashkilotingizni yuridik manzillari, pochta adreslari, faks adreslari, telefon raqamlari, korxona tashkilotingiz telefon nomeri hamda maillaringizni joylashtirib borasiz. Va yana dalil tugmasini yozasiz, keyingi betga o'tasiz. Keyingi o'tganingizda ответственный organizatsiya, ya'ni korxona tashkilotlarida javobgar shaxslarni familiya, ismi, отчествоsi hamda должности, ya'ni lavozimlari yozib boriladi. Rukovodитель, ya'ni boshliqni familiya, ismisini yozasiz. Misol uchun charchaganga o'xshaydi. Yunusov Bekzod.
yozib boraverasiz. Rahbaringiz. Va bunga kerak bo'ladi sizga kadrlardan отчествоңызды yozasiz. Ravshanovich. Должность. Rahbar. Shunday qilib kiritib boraverasiz. Главный бухгалтер. Deylik, tashkilotingizda главный бухгалтер bo'lsa, uni yozasiz. Buyruqqa qarab yozasiz. Kadrlardan buyruq olasiz. Shu buyruqqa asosan yozasiz. Учтивоңызды yozasiz. Главный бухгалтер. Yozasiz bu yerga. Buxgalter. Kasr. Kasrni ham yozasiz. Kasr nima uchun kerak? Kasr ham albatta naqd pul bo'yicha javobgar shaxs hisoblanadi. Bizga kasrni ham ro'yxatga olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda ya'ni iqtisodiy, moliyaviy sohada javobgarlarimizni yozishimiz kerak. Shu bilan birgalikda moliyaviy korxonaning moliyaviy jihatiga ham, hisobotlariga ham rahbar to'g'ridan-to'g'ri javob beradi. Mana yozib oldik. Ответственность счет, organizatsiya, ya'ni javobgar shaxslarni ham ism familiyasini ro'yxatdan yozib oldik. Va готов tugmasini yozamiz. Bizda mana rivoj MJJimiz ro'yxatga olindi. Demak, hurmatli obunachilar, Adines dasturida korxona tashkilotlarini xuddi shu tartibda ro'yxatga olasiz. Kelasi darsimizda siz bilan biz Adines dasturimizda ustav fondimizni e'lon qilamiz va ishchi xodimlarimizni ro'yxatga olamiz. Ya'ni har bitta ishchi xodimimizni biz kadriy tomondan o'tib ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Kelasi darsimizda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.